Elon Musk odamlarga abadiy hayot va'da qilmoqda. Donald Trump har bir fuqaroga $2000 bermoqchi. Endi semiz odamlar Amerikaga bora olmaydi. Timur Kapadze O'zbekiston terma jamoasini tark etdi. Shu va boshqa muhim xabarlarning to'liq tafsiloti suratdagi Haqiqat kanalining hafta dayjestida. Elon Musk odamlarga abadiy hayot va'da qilmoqda. Tadbirkor Elon Muskning aytishicha, atigi 20 yil ichida insonlar o'z onglarini robotlarga ko'chirish orqali xotira va shaxsiyatni sun'iy tanaga ko'chirish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Musk bunday texnologiya insoniyatni raqamli abadiylikka yaqinlashtirishi mumkinligini ta'kidlagan. U bu g'oyani o'z loyihalari, miya va kompyuter o'rtasidagi aloqa ustida ishlovchi Neuralink startapi hamda inson shaklidagi robotlar yaratishga qaratilgan Tesla Optimus dasturi bilan bog'lagan. Muskning so'zlariga ko'ra, agar jarayon xavfsiz bo'lsa va xotiralarni saqlash yoki aqliy imkoniyatlarni kengaytirish imkonini bersa, ko'pchilik bunga rozi bo'ladi. Aslida bu insonning ongini mashina bilan birlashtirish yoki to'liq sun'iy tanaga ko'chirish haqida. Musk bunday texnologiyalar odamga jismoniy o'limdan keyin ham mavjud bo'lish imkonini berishini, biroq bu hozircha uzoq istiqbol ekanini aytgan. Mutaxassislar esa ongni yuklash g'oyasi oldida hanuz ilmiy to'siqlar ko'pligini ta'kidlamoqda. Ularning fikricha, inson ongini raqamli shaklga to'liq o'tkazish qanday amalga oshirilishi hali noma'lum. Shuningdek, shaxs huquqlari va ongga aralashish xavflari kabi savollar ochiq qolmoqda. Shunga qaramay, Musk neyrotexnologiyalar va robototexnika rivoji inson va mashina birlashuvi davrini tobora yaqinlashtirayotganiga ishonadi. Donald Trump har bir fuqaroga $2000 bermoqchi. AQSh prezidenti Donald Trump bojxona to'lovlaridan olingan daromaddan har bir fuqaroga kamida $2000 dividend to'lanishini aytdi. U bu haqda o'zining Trust Social ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Tariflarga qarshi odamlar ahmoqlar. Hozir biz dunyodagi eng boy va hurmatga sazovor mamlakatmiz. Inflyatsiya deyarli nolga teng. Fond bozori rekord ko'rsatkichlarga ega. Biz trillionlab dollarlar olamiz va tez orada 37 trillion dollarlik ulkan qarzimizni to'lashni boshlaymiz. AQShda rekord darajadagi investitsiyalar kuzatilmoqda. Hamma joyda zavod va fabrikalar qurilmoqda. Har bir kishiga kamida $2000 dividend to'lanadi, dedi Trump. Amerika yetakchisi bir necha oy oldin fuqarolarga pul tarqatish g'oyasini ommaga e'lon qilgan. Biroq buni amalga oshirish bo'yicha aniq qadamlarni belgilamagan. DPA agentligiga ko'ra, Zohran Mamdani New York meri etib saylangach va demokratlar mamlakat bo'ylab g'alabaga erishgach, Trumpning tarafdorlari uni saylovchilarga e'tibor bermayotganlikda ayblamoqda. Trump o'z postida deyarli nol inflyatsiya haqida gapiradi. Shunga qaramay, bu ko'rsatkich 3% darajasida saqlanib qolmoqda, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, New York va boshqa yirik shaharlarda uy-joy ijarasining yuqori narxi saqlanib qolmoqda. So'nggi paytlarda sun'iy intellekt bilan bog'liq kompaniyalarga sarmoya kiritish tufayli fond bozorida narxlarning sun'iy oshishi mumkinligi haqida ogohlantirishlar yangramoqda. Agentlikka ko'ra, AQShda ko'plab fuqarolar pensiya jamg'armalari orqali ularning aksiyalariga egalik qiladi. Endi semiz odamlar Amerikaga bora olmaydi. Washington xorijliklarga viza berish rad etilishi mumkin bo'lgan sabablar ro'yxatiga saraton, semizlik, yurak kasalliklari va diabetni kiritdi. Qayd etilishicha, Davlat departamenti 2025-yil 6-noyabr kuni butun dunyo bo'ylab AQSh diplomatik vakolatxonalariga ko'rsatma yuborgan. Rahbariyat viza xizmatlariga ariza beruvchilarni bir necha yangi sabablarga ko'ra, jumladan yoshi yoki davlat nafaqalariga umid qilishi mumkinligi ehtimoli tufayli AQShga kirish huquqiga ega emas deb hisoblashni buyurgan. Siz ariza beruvchining sog'ligini hisobga olishingiz kerak. Ba'zi tibbiy holatlar, jumladan yurak-qon tomir kasalliklari, nafas olish yo'llari kasalliklari, saraton, qandli diabet, metabolitik kasalliklar, nevrologik kasalliklar va ruhiy kasalliklar $100 minglab davolanishni talab qilishi mumkin, deyiladi hujjatda. Davlat departamenti viza berishda semizlikni ham hisobga olishni tavsiya qiladi, chunki u astma, uyqu payti apnoe, yuqori qon bosimi va klinik depressiyani yuzaga keltirishi mumkin. Qo'llanmada vizalarni berishda ariza beruvchining AQShda bo'lishi kutilayotgan davrda davolanish uchun mablag'lari bor yo'qligini tekshirish kerakligi, davlatdan pul
pul yordami yoki byudjet hisobidan ixtisoslashtirilgan muassasaga yotqizish uchun murojaat qilmasligi kerakligi aytilgan. Davlat departamentining yuqori martabali amaldorining Washington Post nashriga ma'lum qilishicha, ushbu maktub departamentning siyosiy rahbariyati tomonidan tayyorlangan va odatda soha mutaxassislari tomonidan baholanadigan oddiy kanallar orqali tekshiruvdan o'tmagan. Washington Postning ta'kidlashicha, davlat departamenti viza olish uchun arizalarni ko'rib chiqishda ariza beruvchining qaramog'ida bo'lgan shaxslar, bolalar yoki keksa ota-onalar soni va ularning alohida ehtiyojlari yoki nogironligi borligini hisobga olishga chaqiradi. Immigratsiya bo'yicha advokat Vic Goyelning gazetaga ma'lum qilishicha, yangi qoidalar ham immigratsion, ham noimmigratsion vizalarga taalluqli. Oq uy matbuot kotibining o'rinbosari Anna Kellyning aytishicha, davlat departamentining 100 yillik siyosati soliq to'lovchilar uchun moliyaviy yuk bo'lishi mumkin bo'lgan ariza beruvchilarga viza berishni rad etish vakolatini o'z ichiga oladi. Prezident Tramp ma'muriyati nihoyat bu siyosatni to'liq amalga oshirmoqda va amerikaliklarni birinchi o'ringa qo'ymoqda, deydi u. Timur Kapadze O'zbekiston terma jamoasini tark etdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi yordamchi murabbiyi Timur Kapadze o'z xohishiga binoan lavozimidan ozod etilishini so'radi. Ma'lum qilinishicha, Kapadze o'z faoliyatini yangi bosqichda davom ettirish istagini bildirgan holda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyatiga lavozimidan ozod etilish to'g'risida murojaat qilgan. Mutaxassisga boshqa taklif tushgani hamda u o'z murabbiylik faoliyatini boshqa murabbiy sifatida davom ettirish niyatida ekanligi bois O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati uning qarorini hurmat bilan qabul qilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Timur Kapadzening o'zbek futboli rivojiga qo'shgan hissasi uchun samimiy minnatdorlik bildiradi va uning murabbiylik faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tilaydi, deyiladi xabarda.